Assalomu alaykum hurmatli tinglovchilar. Bugun biz sizlar bilan amaliy darsimizda suv o'lchash vositalarini, ya'ni gidropostlarni attestatsiyadan o'tkazish tartiblari to'g'risida suhbatlashamiz. Iste'molchilarga yetkazib berilayotgan suvning aniq hisobini yuritishimiz uchun biz gidropostlarimiz soz holatda ishlayotgan bo'lishi kerak. Belgilangan tartibda suv o'lchash qurilmalarimiz 2 yilda bir marta attestatsiyadan o'tkaziladi. Suv o'lchash qurilmalarimizni attestatsiyadan o'tkazish uchun gidropostlarni attestatsiyadan o'tkazish huquqini beruvchi sertifikatga ega bo'lgan gidrotexniklarni o'tkazishi mumkin. Attestatsiyadan o'tkazishdan maqsad suv o'lchash qurilmalarimizning soz holatda ishlayotganligini ta'minlashdan iboratdir. Biz hozir sizlar bilan darsimizda sanitariy suv o'lchash qurilmasini hamda partial suv o'lchash qurilmasini attestatsiyadan o'tkazish tartiblari to'g'risida suhbatlashamiz. Geometrik o'lchamlarni olishimiz uchun metrologika kerak bo'ladi. Suv o'lchash qurilmamizni geodezik balandliklarni o'lchashimiz uchun biz nivellardan foydalanamiz. Kirish, chiqish va belgilangan tartibda joylariga qo'yib, reka ko'rsatkichi orqali reka ko'rsatkichilarini dalolatnoma balankasiga qayd qilib, hamda uni soz-nosozlik to'g'risida ma'lumotlarni beramiz. Birinchi navbatda suv o'lchash qurilmamizni geodezik balandliklarni aniqlab olishimiz uchun nivellarimizni to'g'ri o'rnatib olgan bo'lishimiz kerak. Ya'ni buni mana bu yerda ko'rishimiz mumkin. Bu o'zini o'q chizig'i bo'ylab to'g'ri o'rnatilgan holatda bo'ladi va biz buni sozlash orqali to'g'ri o'rnatishimiz mumkin. Ya'ni burab, o'ngga, chapga bo'rangan holatda to'g'ri o'rnatib olgandan keyin biz suv o'lchash qurilmamizni geometrik o'lchamlarini, ya'ni kirish qismini hamda chiqish qismini o'lchamlarini olib bo'lganimizdan keyin geodezik balandliklarni olishimiz mumkin va olingan ma'lumotlarni, o'lchamlarini reka ko'rsatishi orqali daftarimizga qayd qilamizda hamda u dalolatnoma blankasiga ko'chirib hisob-kitob ishlarini amalga oshiramiz. Geometrik o'lchamlarni o'lchab olamiz. Chiqish qismini 40 sm ni tashkil qildi. Kirish qismini o'lchaymiz. Kirish qismimiz 68 sm ni tashkil qildi. Demak, belgilangan standartlarga mos ravishda chiqish qismining kengligini eniga qarab, kirish qismining engligi to'g'ri. Nivellerimizning rekasi orqali sanitariy suv o'lchash qurilmamizni kirish qismi hamda chiqish qismini olamiz. Keyin ikki yon devorlarini, o'lchamlarini, nivelli rekasini qo'ygan holatda o'lchovchilarni olib boramiz. Hamda reka tubi, reka ustini qo'yib ko'rsatkichlarni daftarga qayd qilamiz. Hisob-kitob ishlarini amalga oshiramiz va nivellerimizni soz holatda o'rnatib oldik. Birinchi navbatda biz qo'zg'almas nuqta olib olishimiz kerak. Ya'ni geodezik balandliklarni o'lchayotganimizda qo'zg'almas nuqtaning o'lchami kerak bo'ladi. O'shaning uchun biz siljimas, qimirlamagan nuqtani olamiz. Qo'zg'almas nuqta qilib reka yordamida o'lchamlarni olamizda hamda nivellerimizning rekasini belgilangan tartibda qo'yib o'lchovchilarini olib boramiz. Millimetrda ko'rsatadi. Millimetr ko'rsatkichlari ma'lum va millimetr ko'rsatkichlari orqali sanitariy suv o'lchash qurilmamizning kirish qismini o'lchaymiz. Hamda kirish qismini nivelli yordamida o'lchaganimizda nivelliga to'g'rilab beramiz. Reka ko'rsatkichi orqali nivellerimizning belgilangan o'lchamini daftarimizga qayd qilamiz va yozib qo'yamiz. Kirish qismining geodezik balandliklarini yozamiz. Undan so'ng chiqish qismining geodezik balandliklarini olamiz. Buni ham qayd qilib olamiz. Undan so'ng sanitariy suv o'lchash qurilmamizning ostona bo'sag'a balandligini olamiz. Kirish qismi, chiqish qismi. Eng keyingi navbatda yon devorlarini o'ng, chap qilgan holatda nivelli yordamida balandliklarni o'lchab olamiz va buni o'lchamini ham daftarimizga qayd qilamiz. Keyingi navbat, albatta bu o'ng, chap tarafini belgilaymiz. Buni ham qayd qilgan holatda rekaning tubini o'lchaymiz, ya'ni balandligini. Undan so'ng reka ustiga qo'yamiz. Va o'lchamlarini daftarimizga qayd qilgandan keyin ko'rsatib o'tamiz. Buni ham hisob-kitob ishlarini. Endi biz sizlar bilan parsinovni ham attestatsiyadan o'tkazish jarayonlarini tanishtirib o'tamiz. Endi hozirgi jarayonimizda biz partial suv o'lchash nomining attestatsiya o'tkazish jarayonlari to'g'risida ma'lumotlarni berib o'tamiz. Albatta bunda ham geometrik o'lchamlar, ya'ni partial nomining toraygan qismining, bo'yin qismining o'lchamini ruletka yordamida o'lchab olamiz. Hamda bo'yin qismiga qarab turib kirish qismining o'lchamlari, chiqish qismining o'lchamlari hamda kirish qismidan bo'yin qismigacha, bu to'ragan qismigacha bo'lgan uzunliklar
reka o'rnatish qismlari hammasi standartlar asosida berilib o'tilgan. Ya'ni bu parshil nomimiz ham muhandislik turidagi suv o'lchash qurilmamiz hisoblanadi. Biz bu o'lchamlarni metr ruletka yordamida o'lchab, hamda buni ham geodezik balandliklarini nivellir yordamida o'lchab olamiz. Nivellerimizni soz holatda o'rnatib olib, ya'ni buni ham ko'rsatkich, ya'ni to'g'ri o'rnatilganligini hosil qilish uchun bizni ko'rsatkichimiz to'g'ri o'rnatilgan bo'lishi uchun tekshirib olishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni sozlab turib to'g'ri o'rnatilgan holatda geodezik balandliklarini nivellir yordamida o'lchaymiz. Parshil suv o'lchash qurilmamiz muhandislik turidagi suv o'lchash qurilmasi bo'ladi. Parshil suv o'lchash nomimiz kirish qismi suv kirib 22.5 sm suv pastga tushgan holatda keyin chiqish qismidan chiqib ketadi. Ya'ni kirish qismimizning balandligidan chiqish qismining balandligi 7,5 sm farqni tashkil qilish kerak. Ya'ni bu standart turdagi suv o'lchash qurilmasi bo'lgani uchun biz o'lchamlarini geodezik balandliklarini nivellir yordamida o'lchab olamiz. Parshil suv o'lchash nomimizning geometrik o'lchamlarini ruletka yordamida o'lchashlarni boshladik. Ya'ni tavsiya bo'yicha bo'yin qismi, ya'ni toragan qismining o'lchamlariga qarab kirish qismining eni, chiqish qismining eni hamda kirish qismining toragan qismgacha bo'lgan uzunliklari hamda suv sathini ko'rsatib turuvchi reka qudug'ining o'rnatish joylarini biz ruletka yordamida o'lchab olamiz. Demak, bir parshil nomining toragan qismi, bo'yin qismining o'lchamini ruletka yordamida o'lchaymiz. 50 sm ni tashkil qildi. Parshil nomining toragan qismining eni 50 sm ni tashkil qildi. Demak, 50 sm bo'yin qismiga qarab turib kirish qismi, chiqish qismi hamda uzunliklari o'lchab olamiz. Yana tavsiyaga asosan 50 sm lik bo'yin qismi toragan qismining o'lchami 1.08 sm ni tashkil qildi. 80 sm ni tashkil qildi. Kirish qismidan toragacha bo'lgan qismini o'lchab oldik. Mana 1,5 metr ni tashkil qildi. Hamda suv sathini ko'rsatib turuvchi rekamizni, ya'ni 1,5 metrni 3 ga bo'lib, ikki qismiga suv sathini ko'rsatuvchi reka o'rnatish tavsiya etiladi. Buni biz reka ko'rsatishni o'rnatgan joyimizda ham o'lchab olamiz. Demak, reka ko'rsatkichimiz 1 metrni ko'rsatyapti. 1,5 ni 3 ga bo'lsak 50 sm, 50 sm ikki qismiga 1 metrga suv sathini ko'rsatuvchi reka o'rnatilgan. Endi biz parshil suv o'lchash nomini metr yordamida geometrik o'lchamlarni o'lchab oldik. Geodezik balandliklarini nivellir yordamida o'lchab olamiz. Jurnalga qaror qilgan holatda hisob-kitob ishlarini amalga oshiramiz. Nivellerimizni 0 nuqtaga to'g'ri qo'yib o'rnatib olganmiz. O'zgarmas nuqtani olganmiz. Endi biz belgilangan tartibda geodezik balandliklarni o'lchash jarayonlarini boshlashimiz mumkin bo'ladi. Biz rekani kirish qismiga qo'yamiz va buni qiymatini daftarga qayd qilamiz. Kirish qismi, chiqish qismi va toragan qismining o'lchami. Geodezik balandliklari kirish qismi, chiqish qismi hamda toragan qismining shovva hosil qilgan joyining o'lchamlarini daftarga qayd qilib oldik. Demak, nivellir yordamida o'lchab, endi yon devorlarning o'lchamlarini o'lchaymiz. Yon devorlarning o'lchamlarini o'lchaymiz. Daftarimizga qayd qilgan holatda. Va yon devorlarning o'lchamlarini o'lchab, endi keyingi navbat biz reka tubining o'lchamini olamiz. Reka tubining o'lchamini hamda reka ustining o'lchamini olamiz. Endi bu o'lchovlarni biz daftarimizga qayd qilib oldik va qayd qilib olganimizda hisob-kitob ishlarini amalga oshiramiz. Ya'ni biz o'zgarmas nuqtada ham o'lchov balandligini olib, shartli qiymat bergan holatda hisob-kitob ishlarini amalga oshiramiz. Demak, biz qo'zg'almas nuqtani ham geodezik balandliklarini nivellir yordamida o'lchovlarni qilib oldik. Biz qo'zg'almas nuqtaning o'lchovi bizga, ya'ni shartli qiymatni qo'shib va o'lchangan qiymatlarni ayirib hisob-kitob qilishimiz uchun kerak bo'ladi. Biz buni ham nivellir yordamida reka ko'rsatkichi orqali qo'zg'almas nuqtamizning ham o'lchamlarini olib,
shartli qiymatga qo'shib turib biz suv o'lchash qurilmamizning o'lchamlarini hisob-kitob qilishlarini amalga oshirishimiz mumkin bo'ladi. Suv o'lchash qurilmamizning belgilangan tavsiyalarga mos ravishda ishlayotganligini shu o'lchamlar orqali belgilab, attestatsiyadan o'tganligini to'g'risida xulosalar berishimiz mumkin bo'ladi. Sanitariy suv o'lchash qurilmamizning ham geodezik balandliklarini tekshirish jurnaliga qayd qilib oldik. Buni ham ko'rishimiz mumkin. Repper, ya'ni o'zgarmas nuqta qiymatini millimetrda geodezik balandliklarni niveller yordamida o'lchab oldik. Repper, ya'ni 960 cm, ya'ni qiymatini belgilab oldik. Bunga ham shartli qiymat berdik, ya'ni 10.000. 10.000 ga repper ko'rsatkichini qo'shganimizda 10.960 asbob gorizontini tashkil qildi. Asbob gorizontidan kirish qismi, gidropostga kirish qismi, umumiy chiqish qismi, reka osti, reka usti, beton usti chap, beton usti o'ng qiymatlarini ayirganimizda nuqtalar belgisiga qo'yib oldik. Ya'ni 10.960 dan 1.510 da ayirganimizda nuqtalar belgisi 9.450, 10.960 dan umumiy chiqish 1.920 qiymatini ayirganimizda 9.040 qiymat hamda beton usti chap 10.960 dan 810 mm ni ayirganimizda 10.150 qiymatlarini ko'rsatdi. Biz nivel yordamida o'lchaganimizda bu reka ko'rsatkichini millimetr ko'rsatkichlar orqali aniqlab olganmiz. Ya'ni 1510 mm ni tashkil qilgan, beton usti o'ng 810 mm ni tashkil qilgan. Biz asbob gorizontidan gidropostimizning geodezik balandliklarini qiymatlarini ayirib nuqtalar belgisiga ko'chirib oldik. Sanitariy suv o'lchash qurilmamizning geodezik balandliklarini ham jurnalimizga qayd qilib oldik. Endi esa sanitariy suv o'lchash qurilmamizning asosiy tavsiyalarga ko'ra asosiy qiymatlarini ham tekshirib o'tamiz. Misol tariqasida gidropostimizga kirish qismining geodezik balandliklarini niveller yordamida o'lchaganimizda 1510 mm tashkil qildi. Gidropostimizga kirish qismini, ya'ni bo'sag'a balandligidan tepasini o'lchaganimizda 1790 tashkil qildi. Gidropostimizga kirish qiymati, ya'ni 1790 mm dan 1510 mm ni ayirganimizda 280 mm tashkil qilyapti. Sanoqlar farqiga yozishimiz mumkin. Biz bundan bilishimiz mumkin, sanitariy suv o'lchash qurilmamizning bo'sag'a balandligi 28 cm ni tashkil qilyapti. Xuddi shunday gidropostimizdan chiqish qismining geodezik balandligidan gidropostga umumiy kirish qismini, ya'ni 1510 qiymatini ayirganimizda ham 280 tashkil qildi. Bo'sag'a balandligini 28 cm deb hisoblashimiz mumkin. Gidropostimizdan umumiy chiqish qismining balandligini qiymatini ham belgilab oldik. Ya'ni 1920 dan gidropostimizga kirish qismi 1510 qiymatini ayirganimizda 410 mm tashkil qilyapti. Ya'ni 41 cm nishobligini ko'rishimiz mumkin. Reka osti qiymati, ya'ni 1510 mm ni qayd qilib oldik geodezik balandligini. Niveller yordamida o'lchaganimizda reka usti ko'rsatkichidan reka osti ko'rsatkichini ayirganimizda 40 cm li reka o'rnatganimizni ham ko'rishimiz mumkin. Jadvalimizning bu qismida esa gidropostimizga kirish qismi 1510 dan beton usti qiymatini ayirganimizda 1510 mm dan 810 mm ni ayirganimizda 700 mm ni tashkil qilyapti. Ikki yon devorlarning balandliklari 70 cm ni tashkil qilyapti. Jurnalimizda ko'rishimiz mumkin. Asbob gorizontidan suv o'lchash qurilmamizning geodezik balandliklarini ayirganimizda tavsiyalarga mos ravishda ko'rsatkichlarni ko'rishimiz mumkin. Jadvalimizning bu qismida esa sanitariy suv o'lchash qurilmamizning umumiy uzunligi, ya'ni 5.40 cm, asosiy parametrlarni ham geometrik o'lchamlarni ham metr yordamida o'lchab olganmiz. Ko'rishimiz mumkin. Chiqish qismining kengligi 40 cm ni tashkil qilyapti hamda kirish qismining kengligi 68 cm ni tashkil qilyapti. Jadvaldan ko'rishimiz mumkin, hisob-kitoblarimiz natijasida sanitariy suv o'lchash qurilmamiz tavsiyalar asosida o'lchamlari sanitariy suv o'lchash qurilmasining berilgan tavsiyalarga mos kelayotganligini ko'rishimiz mumkin. Bu jadval orqali attestatsiyadan o'tkazib, berilgan tavsiyalarga ko'ra sanitariy suv o'lchash qurilmamiz to'g'ri ishlayotganligini ko'rishimiz mumkin. Hurmatli tinglovchilar, Parsonovimizning geodezik balandliklarini jurnalimizga qayd qilib oldik. Parsonovimizning ishlash prinsipi bo'yicha hisob-kitoblarni hisoblab chiqamiz. Biz birinchi bu yerda
reper qiymat, ya'ni o'zgarmas nuqtani qo'yib oldik, geodezik balandliklarini. Bu o'zgarmas nuqtaning qiymati 1500 ni tashkil qildi. Biz 1500 ga shartli qiymat berdik, ya'ni 1500 ni shartli qiymatga qo'shganimizda asbob gorizonti 11500 ni tashkil qildi. Biz endi bu qiymatdan parsel nomimizning geodezik balandliklarini, qiymatlarini ayirib chiqishimiz mumkin. Ya'ni 11500 dan 2040 ni ayirganimizda 9460, 11500 dan gidropostka kirish o'rtasi 1990 da ayirganimizda 9500. Shu tariqa ayirib qiymatlarni yozib oldik. Bu yerda endi bizga asosiy qiymatlarni hisoblashimiz uchun, ya'ni partial suv o'lchash nomimiz toraygan qismidan 22.5 cm pastga tushib va 15 cm ko'tarilib chiqish qismidan suvimiz chiqadi. Shunda gidropostka kirish qismining tubidan gidropostdan chiqish qismining tubining farqi 7,5 cm ni tashkil qilish kerak. Biz hisoblab chiqqanimizda 2215, ya'ni sovuq qismi, chuqur qismining geodezik balandliklaridan gidropostka kirish qismi, ya'ni 1990 ni ayirganimizda 22.5 cm ni tashkil qildi. Biz niveller yordamida o'lchaganimizda qiymatlarimizni hammasini millimetr qiymatlarda yozib oldik. Mana 2040 mm, 1990 mm. Bu qiymatlarni biz santimetrga aylantirganimizda 225 mm ni santimetrga aylantirganimizda 22.5 cm ni tashkil qiladi. Demak, o'lchangan qiymatimiz to'g'ri chiqqanini ko'rishimiz mumkin. Ha, endi bo'lsa 2065 dan gidropostimizning chiqish qismining qiymati 2065 mm dan 1990 mm ni ayirganimizda 75 mm ni ko'rsatyapti. Ya'ni bu gidropostimizdan chiqish qismi 7 cm ga aylantirganimizda 7,5 cm ni tashkil qilyapti. Biz bu jadvallarni hamma kirish qismi, umumiy chiqish qismi, beton usti chap, o'ng taraflarni hamma qiymatlarini ayirib bu nuqtalar belgisiga yozib oldik. Jurnalimizni to'ldirish qoidalariga amal qilgan holatda va bu jadvalimizning chekka qismida ko'rishimiz mumkin. Gidropost parsel nomi gidropostimizning uzunligi 10 metrni tashkil qildi. Geometrik o'lchamlarni o'lchaganimizda gidropostimizning kirish qismi, ya'ni toraygan qismi 50 cm ni tashkil qildi. Gidropostimizga kirish qismi 1.08 cm ni tashkil qildi. Hamda gidropostimizning chiqish qismining kengligi 0.80 cm ni tashkil qildi. Mana biz bu jadvalimizning bu qismida ko'rishimiz mumkin. Gidropostimizning uzunligi 10 metrni tashkil qildi. Gidropostimizning kirish kengligi 1.08 cm ni tashkil qildi. Ya'ni toraygan qismi, bo'yin qismining kengligi 50 cm ni tashkil qildi. Hamda gidropostimizning chiqish qismi 80 cm ni tashkil qildi. Hisob-kitob qilganimizda parsel nomining asosiy o'lchamlariga to'g'ri keldi. Natijalarimiz to'g'ri kelgani uchun biz parsel suv o'lchash nomini attestatsiyadan o'tkazib, soz holatda ishlayotganligini ko'rishimiz mumkin. Xulosa qilib aytganda, iste'molchilarga yetkazib berilayotgan suvning aniq hisobini yuritish uchun bizda suv o'lchash qurilmalarimiz soz holatda ishlayotgan bo'lishi kerak. Savollaringiz bo'lsa, ekranlarimizda telefon raqamlarimizni qoldiramiz. E'tiboringiz uchun rahmat.